Assalomu alaykum agrotexnika o'z kanalimni kuzatib boruvchilar. Bugun sizlarga yangiliklar keldi. Mana bularni tushuntirib, narxlarini aytib o'taman. Mulcher Polsha davlatida ishlab chiqarilgan g'o'zapaya maydalash uchun yoki karammi, bog'ning ichidagi uzum tokimi, olmani abrezkalari, siliva abrezka, xullas nimaki bo'lsa, shox shabbami hammasini maydalab yerga o'g'it qilib beradi. O'tgan yil sotganimiz juda ham effekti yaxshi ishlatyapti. Oltiariq tumaniga sotganimizda ular uzumni abrezka qilingan, uzumni abrezkadan keyin bitta shunday maydalab tashlashyapti. Buni pichog'i molotogli bo'ladi, anaqa teshaga o'xshagan bo'ladi. Xuddi teshaga o'xshagan, chopadi. Hozir ko'rsatib beraman sizlarga. Mana. Ko'rinayotgan bo'lsa mana. Pichog'i ancha-munchaki qayrilib ketmaydi. Pichoqlar sotuvda bor. Xo'p, endi buni shundan boshlaydigan bo'lsak, xo'p, buni og'irligi 395 kg chiqadi. Mini traktorlar 30 ot kuchidan yuqori traktorlar ishlataveradi bemalol buni. Burus 80 lik endi. Endi burus 80, 60 dan bo'ladigan bo'lsa 3 qator olib ketaveradi. Bu silindrli qilingan. Silindrli qilish uchun buni vazifasi o'zi misol bog'ning ichida ishlaydi-ku, mini traktorlar. Ishlaganda yonga kirib chiqadi, daraxtlar orasiga kirib, o'tlar bo'lgan bo'lsa, o'tlarni maydalab yoki shox bo'lib ketgan bo'lsa, shu har xil narsalar, o'tinlar, nima deydi? Shox shabbalar o'sib ketgan bo'lsa, shularni maydalab turib, yana qaytarib ishini davom ettirib ketaveradi. Endi bu reduktor ham juda ham yaxshi reduktor. Bu tomonga reduktordan o'zi bitta reduktorga ketmaganda, reduktordan borib turib, bu yerda remen bor, remenlardan aylanib, keyin bunga harakat keladi. Bu reduktorda to'kib qo'ymaydi. Buni vazifasi. Endi bu 240 ligi. 240 lik 5 silindr. Buni 70 ot kuchdan yuqori traktorlar yuqorisi ishlataveradi bemalol. Buni og'irligi 400 mana 60 kg chiqadi. 70 ot kuchligi borligi. Nima traktorlari bor? U 60 kg bor. U 60 kg ham bemalol ishlata oladi bu shu mulcherda. Bunga hozirgi kunda talab juda ham ko'payib ketyapti. Sabab chunki bitta odam ishlatish qiyin. Misol karam ekdingiz deylik, karam ekkaningizdan keyin uni karam yulinadi. Yulib olib ketgandan keyin tagida qolib ketadi. Tagidagini mana shu mulcherda maydalab tashlasa bo'laveradi bemalol. Unga odam olib bor, yuldir, keyin pritsepga yukla, birta joyga olib borib tasha, unaqa narsa bo'lmaydi. Yoki karamni men hidini bilasizlar, juda ham hidi o'tkir bo'ladi. Achiydi. O'shaning uchun mana shu narsadan maydalab yerga o'g'it qo'ysa ham bo'laveradi. G'o'zapayani ham nimaki bo'lsa, uzum tokini hammasini maydalab tashlaveradi. Endi bunga hozir 180 ligiga narxi keladigan bo'lsak, narxi xo'p 44 million chiqadi. 240 ligining narxi 50 million so'm chiqadi. Bunda bizda 2 metrligi ham bor, 220 ligi ham bor so'raganlarga. 2 metrligining narxi 45 million so'm, 220 ligining narxi 47 million so'm chiqadi. Hurmatli obunachilar, bu mulcherlarimizdan soni cheklangan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kimga shunaqa mulcherlar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizda bor. Lizingga hamma, kreditgami, mahalla kredit ham qilib beraveramiz. Mahalla krediti 33 million chiqadi. 33 million chiqib turib, qolganini naqdda to'lasa ham bo'laveradi. 33 million chiqarib turib, kredit ajratib turib. Shunaqa qilsa ham bo'ladi, variantlari bor. Lizingga 30% to'lov qilinadi. Qolgan 3 yilga bo'lib beriladi, 6 oyda bir to'lov qilinaveradi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.